Erkaklar diqqatiga tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix. Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va turkiyalik mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa. Kiyev meri Vitaliy Klichkoni Rada telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilishicha, 11-iyulga o'tar kechasi Rossiya Kiyevni Darnitsa tumanidagi transformator podstansiyasiga yuqori aniqlikdagi qanotli raketalar orqali zarba berib uni yo'q qildi. Rada telekanalining qo'shimcha qilishicha, 11-iyulga o'tar kechasi portlashlar Odessa va Sum viloyatlarida ham qayd qilingan. Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib RIA agentligining bergan axborotiga ko'ra esa 10-iyul kuni Moskva vaqti bilan soat 20:00 dan 11-iyul kuni soat 08:00 gacha bo'lgan tungi vaqt davomida navbatchi havo hujumidan mudofaa vositalari tomonidan Bryansk, Kaluga, Rostov, Smolensk va Tver viloyatlari, Moskva viloyati, Krasnodar o'lkasi, Krim va Adygea respublikalari hududlari, shuningdek Azov va Qora dengizlari akvatoriyalarida Ukrainani samolyot tipidagi 178 ta droni urib tushirilgan. Endi Germaniya va Britaniyani Zelenskiyga yordam berish maqsadida o'z aholisiga atalgan tibbiy xarajatlarni qisqartirganiga oid xabarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Financial Times agentligining axborotiga ko'ra, Germaniya va Britaniya Ukrainaga yordam berish uchun tibbiyot va ijtimoiy sug'urta xarajatlarini qisqartirmoqda. Financial Timesga ko'ra, NATO sammitida Ukrainaga navbatdagi moliyaviy va harbiy yordam paketi tasdiqlanganidan so'ng Germaniya hukumati sog'liqni saqlash sohasida qat'iy tejamkorlik choralarini nazarda tutuvchi chora-tadbirlar paketini qabul qildi. Hujjat klinikalar, dorixonalar, farmatsevtika sohasi va shifokorlar kabinetlariga ajratiladigan xarajatlarni kamaytirishni, shuningdek, sug'urta to'lovlarini qisqartirishni nazarda tutadi. Shifokorlar buni falokat deb atashdi. Financial Times'ning yozishicha, Britaniyada nogironlik bo'yicha to'lovlarning bir qismi bekor qilinadi. Gap pandemiya boshlanganidan buyon ariza beruvchilar soni 2 barobar ko'payib 4 million kishiga yetganidan keyin nogironlik bo'yicha asosiy davlat nafaqasi to'lovlarini qisqartirish haqida ketmoqda. Islohot tarafdorlari nafaqa olish huquqini baholash tartibini o'zgartirishni qat'iy taklif qilmoqda. Eshitmaganlar uchun eslatma. Spiegel agentligining xabar berishicha, Germaniya kosmosda Rossiya texnikasini kuzatish va uni ishdan chiqarishga qodir bo'lgan sun'iy yo'ldoshlarni ishlab chiqish uchun 100 million yevro ajratgan. Hujjatlardagi Kalkon kodli nomini olgan ikkita sun'iy yo'ldosh orbitada dushman apparatlariga yaqinlasha oladi va razvedka ishlarini olib boradi. Yana ikkita Qilich deb nomlangan sun'iy yo'ldosh esa Rossiya sun'iy yo'ldoshlarini bostirish uchun radioelektron kurash vositalari bilan jihozlanadi. Germaniya Mudofaa vazirligi vakilini Spiegel nashriga tushuntirishicha, vazir Pistoriusning vazifasi 10 yillik oxiriga qadar Bundeswehrni kosmik makonda o'zini himoya qilish qobiliyatini ta'minlashdan iborat. O'tgan yili Pistorius 2030-yilga qadar harbiy kosmik xavfsizlik sohasiga 35 milliard yevro sarmoya kiritilishini e'lon qilgan edi. Spiegelning kinoya bilan ta'kidlashicha, hujjatda aftidan sun'iy yo'ldoshlarni ta'riflash uchun tanlangan Kalkon va Qilich nomlari tarixiy hujjatdan ikki xil talqin qilinishi mumkin bo'lgan ma'noga ega ekanini hech kim payqamagan. Chunki Germaniya Demokratik Respublikasi davrida Shtazi davlat xavfsizligi vazirligi o'zini aynan shunday atagan edi. Bir so'z bilan aytganda, Berlin tarixni qumsab, unga qaytishga juda yaqin turibdi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida boshlanish kutilayotgan yangi tinchlik muzokaralariga yuzlanamiz. Diqqat bilan eshiting. Axios agentligining xabar qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron kelasi haftadayoq muzokaralarni qayta boshlashi mumkin. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 11-iyul kuni Qatar vositachilari Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muvofiqlashgan holda muzokaralarni davom ettirish shartlarini rasmiy shaxslar bilan muhokama qilish uchun Eronga yo'l olgan. Bir kun avval
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Washington diplomatik yo'l bilan tartibga solish jarayoniga qaytishga tayyor ekanini tasdiqlagan edi. Axios'ning xulosasiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zaro kelishuv memorandumiga qaytishni xohlayotgani aniq. Negaki bu urush Amerika Qo'shma Shtatlariga Erondan ham qimmatga tushdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfaulen bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.